Azizlar, hozir bizlar Yeliqqal'da жасаучы республикамызга минет сinggan yoshlar ustozi bilan suhbatlashamiz. Ha, albatta. Keling unda birgalikda ikkalamiz ular bilan suhbatlashsak. Және hurmatli assalomu alaykum Farhat ağa. Alaykum assalom, xush kelibsizlar. Rahmet. Farhat ağa, bizning kelishimizdagi maqsad siz bilan o'sha mamlakatimiz tomonidan yaratilib o'tirgan imkoniyatlar bo'yicha suhbat olib ketdik deb edik. O'zbekistonimizda bo'layotgan o'zgarishlar ochig'i hammani lol qoldiryapti desak to'g'ri bo'ladi. 10-15 yilning ichida bo'lgan o'zgarishlarni tasavvur ham qilish qiyin. 10 yil oldin shahar, tuman markazlari bilan bugungi kundagi mahalla markazlarini solishtirsa bo'ladi. Bu o'zgarishlar avvalo mamlakatimiz rahbari, hurmatli prezidentimiz tomonidan bildirilayotgan, berilayotgan imkoniyatlar. Bundan bir 10-15 yil oldin agar Ellikqal'adan jahon chempioni chiqadi sport turlaridan desa, u ertak bo'lib tuyuladigan edi. Ellikqal'aning farzandlari, o'g'il-qizlarimiz Osiyo chempioni bo'ldi. Jahon chempionlari chiqdi Ellikqal'adan. Barcha imkoniyat nima qilaman desa yoshlar uchun yaratildi. Masalan, o'zimning qizim Olimpiadada g'olib bo'lib, imtihonsiz o'qishga kirdi. O'qishini tugallab kelib, o'zini mutaxassisligi bo'yicha ishlayapti. Hozir u 50% oyligiga qo'shimcha olyapti. Endi yaqinda sertifikat olib keldi, endi 70% yana qo'shimcha olyapti. Bir paytda prezidentimiz aytgandi, o'qituvchilarning oyligini $1000 chiqaramiz deb. Ana bugungi kunda ana shuni u paytda ochig'ini aytganda ko'p odam ishonmagan bu narsaga. Mana bugun real prezidentimizning bu yerda uzoqni ko'rishlari va o'sha belgilangan rejalarni juda ko'rib bilib aytayotganlarni mana shu isboti. Endi bugungi kunda mana shu yaratilayotgan imkoniyatlarni ko'rib o'zingni ham shu yoshga qaytging kelib qoladi. Yoshlarga havas qilamizda. Qani endi mana shu yana 20 yosh, 25 yoshda bo'lib qolsam, u mana shu o'zgarishlarga, mana shu rivojlanish, davlatimizning rivojlanishiga, yangi O'zbekistonimizni rivojlanishiga o'z hissamni qo'shsam deb. Lekin biz ham qarab turganimiz yo'q, Xudoga shukr. Mana shu sala ham saftamiz. Ayniqsa mana prezidentimiz tomonidan yaratib berilgan sharoitlar, o'sha muammoli oilalar, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oilalarga 23 ta oilaga yangidan uy-joy qurib berildi. Bu mana shu davlatimizning boshlamasini mahallalarda izchil davom qildirilyapti. Bitta mahallaning o'zida masalan 3 yilda 5 ta uy yangidan qurib berildi. Bu faqat homiylik yordami bilan. Bu ham bo'lsa juda katta bugungi muammoli yoshlarimizni, muammoli oilalarni muammolarini hal qilishda juda yaxshi natija bermoqda. Siz kabi